Xusho baholi u javonlarimizga, boyvachalarimizga-ki, har ro'z ko'ring bir kishvarga safar qiladi. Go Turkiyaga, go Chinga. Chinon bir xasta va osh-losh tikka bo'lgan valimon bunday ro'zdaga fuqaro va masokinlarga ham shunday bir zahmat bilan, talosh bilan topgan nimalarini, pullarini sadaqa qiladi Alloh taoloning yo'liga. Sana unda o'ziga do'stlardan bir tashqi qissa qildi. Qaysi xayrlarimizdan, tojir javonlarimizdan ko'mak qiladi. Nechata fuqarolarga ikki bor ko'makni eshitadi, birtasini qissa qildi. Qassam ba Xudoyki, o'zi yig'ladi dediki bor bir oy bo'ladiki, hatto o'yimga 1 kilo go'sht ololganim yo'q. Odamni biran o't rashkiz keladi, aytasiz. Ey Alloh, koshki menga ham sarmoya bersang eding, shunday bir yoshi to'kilib to'xtaganda, shunday bir ro'zdaga qo'lidan ushlasam edim. Otaganamga duo olsam edim. Nasli zurriyamga duo olsam edim. Tijoratimga duo olsam edim. As-sadaqatu taruddul baloi. Hazoron tijoratlarga balolar bor. Tojirlarimiz, sarmoyadorlarimiz, kasabkorlarimiz har tarafdan bechoralar mehvariyatga qisilganda, mana shu narsalarni hammasini ko'tarayotgan as-sadaqa. Dayzil hijja kifalan bizda qaror topganmiz. Sabab budiki Allohning oldiga imtiyozi balandda, hasana yaxshi ishlarda hammasini onasi bu 10 Zilhijjaga qaror topilgandi.